أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Layl surasi 21 oyatdan iborat. Vallayli iza yaghsha 3 ta so'zdan iborat. Vallayli mana birinchi harf tashdid bilan boshlanganligi uchun o'rtadagi alif lam o'qilmay qolyapti. Yerni tashdidini sukunini to'liq beramiz. Iza hamzani tagidagi kasrani o'qiymiz. Zdan keyin alif matni 1-2 deguncha barmog'imizni ishlatib cho'zamiz, ya'ni tabiiy mat. Iza yaghsha shdan keyin mana yerni ustida kichkina alifcha turibdi. Bu yega e'tibor bermaymiz, ustidagi alifga qaraymiz. Ya'ni bu alifcha vov ustida kelishi ham mumkin, yod ustida kelishi ham mumkin, alif ustida ham kelishi mumkin. Hammasida alif deb e'tibor qilib a qilib cho'zamiz. Yaghsha yer ustida turibdi, ye cho'zish kerak, vov ustida turibdi, vov cho'zish kerak degan narsa bo'lmaydi. Wan nahari iza tajalla bu yerda ham mana alif lam nunni chekirib ketgan. Wan nahari nunni tashdidli kelganligi uchun ozgina g'unna qilib ushlab turamiz. Wan nahari hni cho'zamiz. Undan keyin mat kelyapti. Iza yana zni ham cho'zamiz. Tajalla mana ustma-ust yozilgan harfda birinchisi, ikkinchisi j. Tajalla dan keyin yana yo ustida alif mat bilan kelyapti. Buni ham a deb cho'zamiz. Tajalla wa ma khalaqaz-zakara wal-unsa. Wa ma dan keyin alif mat kelyapti, cho'zamiz. Wa ma xalaqa o'zi bitta gap. Xalaqa qattiq xodi, qodi istiloli sifatini berib yuqoriroq aytamiz. Zga urishtiramiz. Xalaqaz-zakara wal deganda alif lam birinchisi lam, ikkinchisi alif hisoblanadi. Lam ketdi. Wal deganda ketdi. Endi alifni ustidagi u o'qiymiz. Wal unsa nunda sga ixfo qilamiz. Wal unsa dan keyin alif mat ustida to'lqin ham birga kelayotgani uchun ko'proq cho'zamiz. 4-5 cho'zsak yaxshiroq bo'ladi. Inna sa'yakum lashatta. Inna g'unna bilan kelyapti, ya'ni tashdidli nunni g'unnasini ushlaymiz. 4-5 deguncha ushlab tursa bo'laveradi. Sa'yakum bo'lib qolmasin, taqalish bo'lib bir yo'la hamzada bo'lib qolmasin. Sa'yakum ichkariga olib kirib sukun beriladi aynga. Sa'yakum mimni ham izhor qilib, ya'ni sukunini aniq bildirib o'qiymiz. Lashatta dan keyin alif matni beramiz. فأما من أعطى واتقى فأما فdan keyin alif ustida a kelyapti. Ashuni o'qiymiz. Famma bo'lib ketmasin. Famma ada aniq aytamiz. Mimda g'unnasini ushlab turamiz. Orqasidan kelgan tabiiy matni cho'zamiz. Famma og'zimizni katta ochsak, o'zi 1-2 alif cho'zish, mat cho'zish chiqadi. Famma man izhor qoidasi kelyapti. Nunni aniq o'qiymiz. Izhor hamzaga yo'l o'qiyapti. Nun a'to aynni sukun ato bo'lib ketmasin. A'to wattaqo qodan keyin ham mat tabi kelyapti. Va saddaqa bil husna. Va saddaqada mana d o'rtasida tashdid bor. Sot yo'g'on harf, qof ham yo'g'on harf. Bil husna o'rtadagi alif o'qilmayapti. Mana lamga urishtiramiz. Hda ustida lam turibdi. Birinchi ash lam o'qiladi. Bil deb ashni ulaymiz. Keyin husna nundan keyin tabiiy mat, alif mat kelyapti. Uni ham cho'zamiz. Fasanuyassiruhu lil yusra. Yassiruhu mana yumshoqdan keyin kichkina vovcha kelyapti. Bu ham cho'zish hisoblanadi. Buni ham 1-2 deguncha cho'zamiz. Yassiruhu lil yusra. Lil bo'lib qalqala bo'lib ketmasin. Lil yusra ro yo'g'onroq aytamiz. Oxiridagi tabiiy movi alif matni beramiz. Wa amma man bakhila wastaghna. Va amma mana buni ham asini aniq aytinglar. Mimni g'unnasini beramiz. Undan keyin cho'zamiz. Va amma man endi nunni ustiga mim turgani, nunni och rangda yozgani, nunni o'qimaysan, uni o'rniga mimni o'qiysan degan ma'noda. Ya'ni iqlob qoidasi. Nunni mimga almashtirib olamiz. Qachon b harfiga yo'liqsa, ya'ni nun b harfi bilan bir joyda kelib qolsa.
Man baxila shu ustidagi mimchadan ajratib olish oson. Qachon nunni ustidan mim kelsa, demak nunni o'rniga mim o'qish kerak. Man beda ham g'unna bor, ozgina g'unna berib, ya'ni ushlab turamiz. Man baxila wastaghna oxirini cho'zamiz. Va astaghna bo'lib ketmasin, chunki bu yerda a yo'q. Wastaghna deb urishtirib yuboramiz. Alif e'tiborga olinmaydi. Va kazzaba bil husna. Husnada oxirida matni cho'zamiz. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu deyam mana hudan keyin vovcha turibdi. Cho'zamiz ozgina. Lil usra oxirini ham cho'zamiz. Lildagi lamga e'tibor beramiz, qalqala chiqib qolmasin. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Va ma da mattabid beramiz. Yughni da mana nundan keyin yomat kelyapti. Uni ham yughni deb 1-2 deguncha cho'zamiz. Anhu da izhor qoidasi. Nunda aniq bildiramiz. Anhu maluhu mimdan keyin mattabi bor. Luhu da hadan keyin mana vav ustida to'lqin bilan kelyapti. Sila kubro deb qo'yadi. Atini bilmasanglar, prosta mana bu kichkina vovcha ustida to'lqin bilan birga kelsa ko'proq cho'ziladi. Shuna deb bilib olsa ham bo'laveradi. Maluhu iza zadan keyin ham alif mat bor. Tarodda dadan keyin mana ham alif mat ham to'lqin kelganligi uchun ko'proq cho'ziladi. Inna alayna lal huda. Inna g'unnasini ushlab turamiz. Alayna yada sukun beramiz. Undan keyin nundan keyin yana alif mat bor. Uni ham cho'zamiz. Alayna lal huda oxirdagi matni ham beramiz. Va inna lana lal akhirata wal ula. Va inna nunni ham g'unnasini berdik. Ma alif taydagi i'ni o'qiymiz birinchi. Va inna lana degani tabiiy mat bor. Nundan keyin alif lal akhirata, ya'ni l dillaga urishtirdik. Keyin alif bor mana. Alif emas, hamza bor. Hamzani ustidagi a da o'qiganimizdan keyin mana stalbikda alifi mat bo'lib qoldi. Shuning uchun valal akhiratu deb hamzani ustidagi a da ozgina cho'zib aytamiz. Qattiq hid beramiz. Akhirata wal ula. Wal degandan keyin lam ketdi. Ulada yana hamzani ustidagi u da o'qiymiz. Vav mat. Ula oxirdagi matni ham beramiz. Fa anzartukum naran talazza. Anzartukumni mana fdan keyingi alif ustidagi a da o'qiymiz. Nun zga ixfa bo'ladi, yashiramiz. Fa anzar undan keyin rad yuqori aytamiz. Tafhim qilib tukumda mimni sukun beramiz. Naran ixfa yana talazzo oxirida mat beramiz. La yaslaha illa al-ashqa. La alif lam birga kelgani uchun cho'ziladi. Yas sot chiqaramiz sukunini. Yaslaha yas bo'lib qalqala bo'lib ketmasin. Yasladan keyin mana kichkina alif mat turibdi, cho'zamiz 1-2 deguncha. Yaslaha dan keyin ham alif ham tepasida to'lqin, ya'ni orqasida hamza kelgani uchun mat munfasil kelyapti. 5-6 deguncha cho'ziladi. Illal ashqa. Illal tashdid beramiz. Lamga ulaymiz. Illal deb. Keyin alifni ustidagi va hamzani ustidagi a da o'qiymiz. Ashqa. Qofdan keyin yomat bo'lganligi uchun cho'zamiz. Ashqa. Allazi, ya'ni mana bu yerda harakat yo'q. O'zimiz a bilan boshlab o'qiymiz. Allazi. Yangi o'rganayotganlar bo'lsa, qalamda kichkina yozib olsa bo'ladi. Qalamda o'chib ketadigan narsa bilan. Allazi zada til bosamiz, undan keyin yomat bor, ozgina cho'zamiz. Kazzaba va tawalla. Mana oxirida ham lamdan keyin kichkina alifcha turib cho'zamiz. Va tawalla. Va sayujannabuha al-atqa. Va sayujannabuha nunni g'unnasini ushlaymiz.
hadan keyin alif mat bor. 1-2 deguncha cho'zamiz. Muallamga ulaymiz. Jannabuhal ineki hamzaning ustida a bor. Ya'ni muastal bekda birinchisi lam, ikkinchisi alif hisoblanadi. Atqo qof yo'g'on harf cho'zamiz ozgina. Undan keyin mat bor. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Allazi yana a bilan boshlanadi. Zirni til bosamiz. Ozgina mo'yadi cho'zamiz. Yu'tida yedan keyin mana vov ustida hamza, uni ustida sukun kelyapti. Ya'ni hamza sukun bilan kelyapti deb e'tiborga olinadi. Vov e'tiborga olinmaydi. Hamza sukun bilan kelganda taqalish beramiz. Yu'ti tdi tagida mana ya qo'shib yozilgan, shuning uchun cho'zamiz. Mattabi yu'ti malahu mimdan keyin alif mat bor. Hdan keyin mana kichkina vav mat bor. Malahu yatazakka oxirdagi matni ham ko'ryapmiz. Yedi ustida tikka alif, kichkina alifcha yozilgan, cho'zamiz. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma da mimdan keyin alif bor. Li ahadin, ya'ni birinchi l kasrali, keyin alif ustida asi bor. Li ahadin izhor qoidasida d tagida tanvin aynga yo'l qo'yapti. Ayndahu da nun d ga ixfa bo'lyapti. Ayndahu hdan keyin vav mat bor. Min ni'matinda g'unna kelyapti, ya'ni idg'om g'unna bilan kelgan uchun nunni nunga kirgizib ushlab turamiz. Min ni'matin. Undan keyin moti ixfa, t ga ixfa bo'lyapti. Ya'ni t tagidagi tanvinda motni chiqargan joyga bekitishimiz kerak. Ni'matin tujza, j qalqala, mana ko'kni ham belgilab qo'ygan. Tujza. Undan keyin alif ustida to'lqin bilan kelgan uchun ko'proq cho'zamiz. Illa btigha wajhi robbihil a'la. Illa b deb mobbaga urishtiramiz. O'rtada harakati yo'q. Illa b qalqala bo'lganligi uchun illa b deb qalqalasini beramiz. T-da joy tiqilinch joy bo'lib qolgan uchun T-da nimasi tochkachalari tikkamancha yozilgan, e'tibor beringlar. Illa btigha. G'odan keyin mat muttasil kelyapti, ya'ni mat harfi hamza bilan bir joyga kelyapti. 4-5 harakat cho'zish vojib. Barmog'inglarda 4-5 deguncha sanab cho'zasizlar. Tigha wajhi, j qalqala, wajhi bo'lib cho'zilib ketmasin, mat yo'q. Wajhi robbihil a'la oxirida bor mat. Wala sawfa yardo. Wala sawfa vovni sukunini chiroyli beramiz. Yardo ro tafhim yo'g'on aytamiz. Doddan keyin alif mat bor mana. Yardo cho'zib to'xtaymiz.